Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan qisqacha obzor qilib o'tamiz Tiggo 7 Premium avtomashinasini. Xo'p, avtomashinamizda 140 ta o't kuchi bor, 1.5 turbina, 4 porshili sipli motor bo'ladi. Rasxodlarga kelayotgan bo'lsa, shahar ichida 7 ta 8 tacha rasxod qiladi. Danni yo'llarda 5-5,5 tacha rasxodlari bor. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiyalari bor avtomobilimizda. Hop. Mobilsovkalarga kelayotgan bo'lsa, 3 ta dizaynda ishlangan, LED optika faralaridan jihozlangan. 360 kameralari ham bor. Ko'rganingizdek, oldi patronni datchiklarigacha bor. Hop, diskamizga kelayotgan bo'lsa, 18 lik saka diskada ishlangan. Beshkulcha dasturlari даже bu tomonda ham bor. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Old tomonlarimizga kelayotgan bo'lsa, даже ashibkalarimizga ham kojinli materialdan ishlatilgan, xromli materiallar bor, ruchlar даже. Pesharkalarigacha bor akajon, kolonka hisoblanadi. Slipoy zona. Hop, salonimizga kelayotgan bo'lsak, 85% kojinli materialdan ishlangan. Даже ligirovkalari ham elektronli bo'ladi, to'rqin yo'nalishda bo'ladi. Monitorlari ham splashnoy, duxtonli klimat kontrol, karbon detallarga o'xshagan materialdan ishlab chiqarilgan dizaynda. Anchagina komfortli. Orqa salon qismiga kelayotgan bo'lsak, anchagina ixcham, kenggina bo'ladi. Bu ham 85% kojinli, isitish tizimlarigacha bor, обогрев сиденья. Даже panorama luklarigacha bor. Hop, bagaj qismimizga kelayotgan bo'lsa, elektronli ochiladi bagaj qismimiz. Bagaj hajmi ham anchagina keng, 475 litr hajmgacha bo'ladi. Agar stinkasini yotqizib, bemalol yukxona qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. 1,5 litrgacha bo'ladi shu narsa. Xo'p, elektron ochilib yopilishi, даже детский rejimlarigacha bor. Bir knopka bilan yopasiz bemalol. Orqa tomonda ham kameralari bor, patronni datchiklari ham bor. Orqa faralari splashnoy, juda chiroyli dizaynda yonadi. Hop, bak hajmimiz 51 litrlik bo'ladi. 92 va undan yuqori benzinlarni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hop, yana orqa tomonimizga kelamiz. Orqa tomon deflektorlari ham bor. Pechka yoki konditsioner qo'shsangiz bemalol shamol haydaydi. To'g'rida bemalol paktaganchiklarimiz ham bor. Suvlarni qo'yib bemalol ichib dam olib ketsangiz bo'ladi. Hop, beshkulcha dastur bor. 360 kamera. Hop, pamesdellarimiz ham bor ko'rganingizdek oldi tomonda. Hop, rolimizga kelayotgan bo'lsak, cruise kontroli mavjud bo'ladi, limit ограничения, narsalar bor. Avto hold, 3 xil rejimda yuriydi, eco, sport, normal, беспроводной zaryadchik, даже ko'rgan bo'lsangiz, podsvetkalari ham bor, juda chiroyli bo'lib yonadi, olmish xil svetda. Hop, ushbu avtomobilimiz tan narxi 344 million 900, narxga yoki avtokreditga xarid qilsangiz 25 milliongacha chegirmalari bo'ladi. Hop, рассрочка, kredit, leasing, причисление to'lov usullarida xarid qilishingiz mumkin. Minimalni 15% boshlanish to'lovidan to 60 oygacha bo'lgan muddatda. Hop, sizni kutib qolamiz Adem Master Qarshi avtosalonida.